Odamlar nima deydi deb xijolat ham bo'lishmas ekan. Mana uyatishdi, odamlar nima deydi deb xijolat bo'lishni bizdan o'rganish kerak. Odamlar nima deydi deb o'ylaganimiz uchun, tashqariga chiroyli ko'rinishda xohlaganimiz uchun Spark, Matizga pulimiz yetib turgan holatda Gentra, Cobalt'lar olamiz. Yoki Spark, Matizlarimizni sotib, Gentra, Cobalt'larga yoki qimmatroq mashinalarga to'lov qilamiz. Asosiysi tashqariga chiroyli ko'rinish uchun. 3 yil, 5 yil davomida diqqat bo'lib yuramiz. Pulini to'lay olamanmikin, to'lab olmasam nima bo'ladikin deb. To'lab olgan taqdirimizda yaxshi, lekin to'lay olmaydigan holatimiz bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha minib yurgan Spark Matizimizdan ham ayrilishimiz mumkin. Bir tanishim aytayapti, o'rtog'i Gentrasini sotib, qimmatroq mashinaga to'lov qilgan. Oradan 1 yil o'tmasdan bankdan, MIBdan odamlar kelib, uyda janjal bo'lishni boshlagan. O'sha odam uyatganidan ko'chaga ham chiqa olmay qolgan va o'sha minib yurgan Gentrasining to'lovi o'sha joyda yo'qolib ketgan. To'lovni qila olmagan, mashinani tortib qo'yishgan. Qirg'izistonda odamlar desa unaqa emas ekan. Ya'ni Matizga esa Matiz olib minar ekan. Nexia'ga yetsa Nexia minar ekan. Asosiysi qarz olib, tashqariga chiroyli